Assalomu alaykum hammaga. Siz MyFilm News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan shu qish faslida chiqadigan barcha proyektlar haqida gaplashamiz. Qani unda boshladik. Bu qishda multfilmlar kam premyera qilinadi, asosan film va seriallar. Qishni Percy Jackson serialining 2-fasli ochib beradi. Serialning 1-fasli 2023-yil 19-dekabrda premyera qilingan. Serial yoshligimizda ko'rgan Percy Jackson filmining serial versiyasi. 1-fasl filmning 1-qismi bilan bir xil, faqat qo'shimchalar qo'shilgan va asosiy qahramonlar yoshroq. 2-fasl esa filmning 2-qism voqealarini o'z ichiga oladi. 2-sezon 8 ta qismdan iborat. Undan keyin 17-dekabrda Fallout serialining 2-sezoni premyera qilinadi. Fallout seriali mashhur video o'yin Fallout asosida chiqarilgan. Serial yadroviy urushdan keyin bunkerlarga yashiringan odamlar, yarim asrdan keyin radiatsiya bilan zarar ko'rgan vahshiy g'arbona dunyo Westlandga qaytishda boshlanadi. Serial hayot, insoniylik, zo'ravonlik, ego va omon qolish haqida. 2-fasl 8 ta qismdan iborat bo'ladi. 2-fasl Mojave cho'llari va mashhur post-apokaliptik shahar New Vegasga olib boradi. Bu joyni o'yinni o'ynaganlar yaxshi bilishadi. Va 19-dekabrda Avatar 3 olov va kur filmi premyera qilinadi. Filmda biz suv, yer, osmon qabilalarini yana odamlarga qarshi jangini ko'ramiz. Jangda odamlarga olov qabilasi yordam berib, ular tarafda jang qilishadi. Film ajoyib grafika, sujet, o'limlar va kutilmagan voqealarga boy bo'ladi. Film chiqishi bilan kanalda tahlil video ham chiqadi. We must fight! I call upon the warrior mother. I'll kill you! I swear! Yana 9-dekabrda SpongeBob multfilmi ham chiqadi. Sujet noma'lum, lekin multfilm qiziqarli bo'lishi aniq, chunki bu SpongeBob. 25-dekabrda esa ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan Anaconda filmi premyera qilinadi. Film Anaconda haqida film suratga olayotgan jamoa haqida. Ular haqiqiy Anaconda bilan film suratga olishadi va orada xavfli voqealar ham bo'ladi. Masalan, Jack Black Anaconda bilan suvga tushib ketadi. Film komediya sarguzasht janrida. Asosiy rollarda Jack Black va Paul Pett. 1-yanvarda esa 2 ta ertakka asoslangan filmlar chiqadi. Birinchisi Buratina, ikkinchisi esa Cheburashka. Filmining 2-qismi. Ikkalasini ham hamma yoshligida ko'rgan. Filmlar tarixiy sarguzasht va ozgina komediya janrlarida bo'ladi. Va yana G'alati narsalar serialining 5-6 qismlari 25-dekabrda premyera qilinadi. Oxirgi 8-qism esa 1-yanvarda 2 soatdan oshiq bo'lib chiqadi. Serialning 4-qismi Will kuchlarini olishi va demagoglarni yo'q qilishi bilan tugadi. Endi Will ham 11 bilan Veknaga qarshi jang qiladi. Kanalda esa 4 ta qismning tahlil videosi bor. To help me. 9-yanvarda Grenlandiya filmining 2-qismi chiqadi. 1-qismda yerga asteroid tushib, butun yer sivilizatsiyasini yo'q qilgandi va 2-qism asteroidning alomatlari, har xil kuchli bo'ronlar, chaqmoqlar odamlarni boshpanadan chiqishga qo'ymaydi. Xullas, 2-qism ham 1-qismdagidek ofatlarga boy bo'ladi. Zombilar haqida film yo'qmi deganlar uchun 28 yildan so'ng Suyak ibodatxonasi filmi. Film 16-yanvarda premyera qilinadi. 28 yildan so'ng, 28 oydan so'ng, 28 hafta va kundan so'ng qismlari ham bor. Ularning ham hammasi zombilarga boy va ko'rishni tavsiya qilaman. Hozir sanab o'tgan filmlarning ham 28 yildan so'ng olamiga kiradi. Taxtlar o'yini kino olamidan esa 7 qirollik ritsar seriali chiqadi. Serial 18-yanvarda premyera qilinib, 2027-yilda 2-fasli ham chiqadi. 2026-yilda esa Ajzar uyi serialining 3-sezoni premyera qilinadi. Serial 7 qirollik urushi va qirol haqida bo'ladi. Katta masshtabli janglar ham bo'lishi aniq. Marvel esa 27-yanvarda G'aroyib odam serialini taqdim etadi. G'aroyib odam 100 tonnadan oshiq yukni ko'tarish, chidamlilik, super kuch, uchish, energiya chiqarish bilan mashhur. Serialda Grim Reaper yovuz bo'ladi va serial 8 qismdan iborat.
Faqat g'aroyib odam qiyomat kunida chiqadimi yo'qmi noma'lum. Buni biz serialni ko'rganda bilib olamiz va serial chiqqanida kanalda tahlil video ham chiqadi. Shu uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ujaz filmni yo'qmi deganlar uchun ujaz filmlardan esa 4 ta premyera bor. Birinchisi Tinch va o'limga boy tun. Unda qorbobo qotil bo'lib oilalarni o'ldiradi. Bunga sabab ham bor. Ancha yillar oldin bir oila uning qorbobo kiyimidagi otasini o'ldirishadi va bola qasos olish uchun qorbobo kiyimida ovni boshlaydi. Film premyerasi 11-dekabrda. Keyingi film Kayotadagi tun. U ham ujaz lekin syujeti noma'lum. Film 18-dekabrda premyera qilinadi. 3-film Grinch dahshatli yangi yil. Grinch filmining o'zi va dahshatli qotil maxluq bo'ladi. Film 8-yanvarda premyera qilinadi. Oxirgi ujaz film esa Sinister, birinchi la'nat. Unda biz yovuzlikning yaralishini ko'ramiz. Film Sinister bo'lgandan keyin ujaz bo'lishi aniq. Premyera 8-yanvarda. Va yana 8-yanvarda Primat nomli ujaz maymun haqida film chiqadi. Oila sayohat uchun orollarga borishadi. U yerda qo'lga o'rgatilgan maymun kechasi virus yoki qandaydir chaqish oqibatida butun villadagi hammani o'ldiradi. Qishki premyeralar shulardan iborat va o'zingizga yoqgan eng kutayotgan filmingizni kommentariyada yozib qoldiring. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadullohni. Agar dizaynerga ish tushsa va yaxshi dizayner kerak bo'lsa, bemalol Muhammadullohga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ichkalarini opsiyaniyada qoldiraman. Bugungi videoda sizlar bilan qish faslida chiqadigan barcha premyeralar haqida gaplashdik va video haqida va filmlar haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni bersanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Darkwave. Break it down. Darkwave.